Andijon qora tovuqlari sotiladi qadrdonlar. O'zim boqayotgan qora tovuqlarni sotamiz qadrdonlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Joningiz sog'mi, salomatmisizlar? O'zimiz kanalimizni kuzatayotgan jonli obunachilarga shu kattakon rahmat. Like bosib qo'llab-quvvatlab turibsizlar qadrdonlar. Tovuqlar shikalandani sotamiz. Zo'r-zo'rlardan bo'ladi xolasa. E'tiboringizni ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Xo'p. Hozir kunda ko'ryapsizlar. Bu tovuqlarimiz 7 oylik, xudo xolasa. Andijon qora o'sha holatlari. Sal biroz ust qismlari kirib ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi ko'rayotganlar uchun Andijon qora tovuqlarimiz 180 ta atrofida qadrdonlar. Xo'p, hozir kunda 60 ta 65 ta atrofida tuxum olyapmiz. Mekkalarimiz taxminan shu 170-180 ta atrofida xo'roz tovuq aralash. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa kichikroqlarda bor. Tuxum kirgan, kirmagan o'shaning hisobiga 50% tuxumda deb sotamiz. Xo'p. Manzil qayerda deganlar uchun Namangan shahar Lolada qadrdonlar. Bugungi sanamiz 26-sentyabr 2025-yil. Hafta kuniga juma, bugun hajjilma sokin bo'lgan juma qadrdonlar. Boqyapmiz, yomon emas. Endi bu joyi bo'shatishimiz kerak, sababi jo'jayib keladigan o'shani hisobga sotamiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz uchun gap yo'q, rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlab turibsizlar. 2 oy avval 5 oylik vaqtida qo'ygan qadrdonlar. Xudo xolasa inkubatsiyaga tuxumlarni qo'ydi. Jo'ja ham xudo xolasa mana o'sib chiqish jarayonida xudo xolasa. Xo'p. Ma'lumotlari yana bir marta aytib o'taman. Qadrdonlar, Andijon qora nimasi bilan farq qiladi deganlar uchun yiliga 200 dan 250 tagacha tuxumlaydi qadrdonlar. O'zi 7 oylik. 60 kundan beri tuxum olyapmiz. Xudo xolasa haliga tuxumlar ham yiriklashib qoldi. Shu parrandadan sotmoqchimiz qadrdonlar. Tuxumlarni terding, ha? Tuxumlarni terishibdi. Mana yaqinroqdan ko'rsating. Mana bunaqa chala-chala kuruppogalari ham bor. Mana bunaqa chala kuruppogalari ham bor, tuxum qo'yibdi. Xo'p, bu parrandalarni sotib olsam nima yemlar bilan boqaman deganlar uchun parrandalarimiz qadrdonlar ko'rsatib ma'lumot beramiz. O'zimizda o'sha makka jo'xori, bug'doy 5-6 xil ovqatlar bilan boqamiz qadrdonlar. Tashqarida ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rsating, boshlang. Bir qator tovuqlarni ko'rsatingda va bugun xudo xolasa olma, uzum xudo xolasa beradiganmiz. Hafta davomida 2 marta yo 1 marta o'sha iloji boricha beramiz. Dam olgan vaqtlarimizda qadrdonlar. Yuraring, boshlang. Boshlang, yuraydi. Xolos mana tuxumlab turishibdi. Yuraring. Qilib qo'ying o'g'lim. Xo'p, bu tarafdan boshlaylik, yuraylik. Xo'p, qadrdonlar, mana bunaqa o'zimiz ham iste'molga yaroqli. Keling Muhammadiz, mana qo'yib oling o'g'lim. Iste'molga yaroqli, xudo xolasa mana olmalarimiz bor. Asli buni bundoq qilib aytib, o'zimiz ham yesak bo'ladi, iste'mol qilsak bo'ladi. Aslida endi bu olmaga bir hafta 10 kun bo'lib qolgan o'shani hisobiga buni brendidan o'tkazib tovuqqa berib yubormoqchimiz va mana bunaqa tuxumlarga yaxshi bo'ladi tuxumlashiga. Xo'p, qadrdonlar, mana bunaqa uzumlardan beslanib bo'ladi. Mana glukoza, tabiiy glukoza. Tuxumlarni mana bunday qilib sekin xohlagan bittasini chaqib yutsangiz ham bo'ladi mana. O'zim ham yaxshi qo'zman bu narsaga. Yaqinroqdan oling.
ozgina tamga bo'lib o'zingizga qarab, ozgina tuzdan tashlab nima qilsangiz bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz, qadrdonlar. Yaxshi ekan aytazingmi? Attamiz. Zo'rmi? Bir obunachilarga ko'rishib qo'yasizmi? O'g'lim. Ha. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar deb qo'ying o'g'lim. So'rashib qo'ying. So'rashib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar deng. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar deng. Qo'l ko'tarib qo'ying, qo'l ko'tarib. Qo'llasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar deng, bundoq qilib ko'rsatmaysizmi bundoq qilib? Like bosinglar qadrdonlar. Bu kichkina o'g'lim, katta o'g'lim syomka qilyaptilar, kamera ortidalar. Va tuxumni nima uchun? Ana. Xo'p, qadrdonlar. Men tuxumni xohlasa mana o'zimizga iste'mol uchun mana bunaqa qilib yutsalaring yaxshi bo'ladi. Tamga bo'ladi. Sariqlar yumshaydi mana. Tabiiy kalsiy o'zimiz tabiiy o'sha boqayotganmiz, po'choq kam beramiz, sabab yem bilan boqamiz. Bug'doy asosiy makka, o'qshoq beramiz. 5-6 xil o'sha qo'shimchalik ratsionli ovqatlar bor, beryapmiz. Tuxumlash foizi yaxshi. Uyingizga 10-20 ta ham tovuqlardan qilib qo'ysangiz, mana bunaqa tuxumlardan iste'mol qilib turasiz. Tamam zo'r. O qadrdonlar. Mana blenderimiz, oddiy blender. Bu o'zimizga uyga foydalanadigan. Mana mahsulotlarimiz ham top-toza. Holatlari zo'r. Endi buni chiqazib, blenderga chiqazib, mana bunaqa ozgina qilib chiqazib beramiz. Yeyishlarni ham iloji bo'lsa, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumot o'rnida. To'g'rini bering. Mana shu holat yetadi. O'sha yonga qo'ying. O'zimiz mana parandalarimizni mana bunaqa space to'g'ralari bor. To'g'ralari bor. Maydalab beramiz. Xo'p, yana davom ettiramiz. Pichoqchasini qo'g'ilamiz, pichog'ini. Qo'shimcha vitamin, minerallarga boy bo'lib, tuxumni maza qilib tuxumlashadi, xudo xolasa. To'ldirib solmasa kerak, to'ldirib solsa tiqilib bo'lish ehtimoli yetarli. Bu mo'rt narsa bo'ladi. Buni postoyanni bir xilda bosib turib bo'lmaydi, sababi kuyib qoladi motorchasi. Xitoy mahsulot bo'ladi bu. Mana bo'ladi. Mana shu holatda qilib maydalab berilsa, effektning zo'r bo'ladi. Endi bunga o'zi nima qilib beramiz? Mana bunaqa, Muhammad. Mana bunaqa ko'ryapsizlar holatini. Biz uzum ko'proq olib kelib qo'yganimiz hisobiga xunib qoladi. Bularni yozib beramiz. Bunga yana don qo'shib beramiz. Don. Oddiy o'sha 5-6 xil o'sha ratsionli don dedim. Tuz bor, o'sha makka, o'sha aytganda hammasi bo'ladi. Hozir beramiz. Video jarayonida barchasini ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Xo'p, qadrdonlar, olmalarni ham chiqazib oldik, boshqa bo'ldi. Endi uzumni qo'shdik, uzumdan keyin mana xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Birorlari dona bor, o'sha oxirgi finish mo'ljalda, o'sha finish bergan o'sha 3-4 oylik tovuqqa degandim, shundan bergan. O'qshoq bor, makka jo'xori, tuz bor. Soya beramiz ozgina. Tuz beramiz oz miqdorda. Mana shunday qilib aralashtirib beramiz. Yem bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunday qilib parandalarimizni boqyapmiz. Yuradi.
To'g'ri yuring. Xo'p. Mana bunaqa. Ko'rishingiz mumkin. Uzumlarni ham yeyishini ko'rasizlar mana. Uzumlarni ham yeyishi. Shirin bo'lganligi uchun oldin yeb bo'ladi. Mana. Qadrdonlar. Mana. Xirozlar ham sog'lom. Katta xirozlar. Kimda agar qiziqib, xarid qilmoqchiman deganlar uchun ekranda telefon raqam qoldiramiz. Sotilib ketmasa o'ylayni, qadrdonlar, obunachilar, juda ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan. Yana bemalol 2-3 yil bemalol tuxumini olsa bo'ladi. Qanjoni sog', bitta ikkita mayda shuda mana bunaqa tuxumga kirmaganlari ham bor. Bunaqalari qolaveradi ham. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 120 ming so'm deyapmiz. Xudo xolisa vaj puliga yarasha. Xudo xolisa vajlarni tovuq ko'ryapsizlar. Tovuqlar ham o'sha 1,5 kilodan 2,5 kilogacha bemalol res qilaveradi. Xirozlari 2 kilodan 3 kilogacha. 3,5 kiloga ham yetishi mumkin. Agar cho'lib o'qilsa. Xudo xolisa. Tovuqlarning holatlari. Xo'p, kimda kim xarid qiladigan bo'lsak, ular bomdod vaqtdan peshin vaqtgacha tuxumlaydi. Ana o'shandan keyin vodiy atroflarida bo'lsa 5 ta 5 dan korobka qilamiz. Iloji bo'lsa, vodiy atrofida bo'lsa, dastavkasini ham kelishamiz. 5 ta 5 dan qilsak, qisilmasdan yaxshi holatda yetib boradi. 180 ta atrofida aytganimdek, narxi 120 ming so'm. Kimda kim 20 ta olaman, 30 ta olaman, xonadonimni qilib qo'yaman, o'sha tuxumni yeb turishligi uchun deydiganlar uchun ham bemalol telefon qilib bog'lansa bo'ladi. Iloji boricha optim narxda sotmoqchimiz. Optim narxga olaman deganlar uchun pulini kelishtirib, arzonroq qilib beramiz. Videoni shu joygacha ko'rgan obunachilarimiz uchun katta rahmat. Like bosib, qo'llab, quvvatlab tursa qadrdonlar. Obuna bo'lmaganlar qadrdonlar, obuna qo'yasizlar qadrdonlar. Juda ko'p obunachilarimiz kuzatishyapti, lekin obuna bo'lishmagan. Nimaga? Foydali kanal. Nima uchun obuna bo'ling deymiz? Bu videolarimiz o'tib ketmasligi uchun, video qo'yganimizda sizga birinchi yetib borishligi uchun obuna bo'lib, like bossangiz rekomendatsiyaga o'tib beradi YouTube kanal. YouTube o'zi. O'tib bergan hisobiga bizning videomiz ko'proq bo'lishiga sababchi bo'lasiz. Kommentariy qoldiring, fikrlaringiz, kim qayerdan kuzatyapti. Masofada yurgan aka-ukalarimiz uchun ham xudo xolasa mana uy sharoiti biznes qilish, yana bir boshqa biznesini qilsa xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Botirxon nima bo'ldi? Biznes tugadimi deganlar shu, yo'q, biznes tugagani yo'q. Xudo xolasa inshaalloh o'zimiz jo'jalar yana chiqadi. Mana shu joyga birodarlarni qo'yib, mana shu joyim borligini hisobiga tovuqlarni sotyapman. O'rniga o'sha o'zimiz jo'jalarimiz xudo xolasa chiqib keladi, chiqib kelganlarni aksiyani qilib jo'ja kerak deganlar uchun ham bemalol jo'jalardan ham qilib beramiz qadrdonlar. Xudo xolasa birodar yasaganlarimizni jo'ja uchib chiqqanlarni ham qilib qo'yamiz xudo xolasa inshaalloh. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling qadrdonlar. Xayr.